5 vaqt namozni vaqtida o'qib yurish. Istiqomat 5 vaqt namozni tashlamaslik. Birodar, namoz o'qimay yurgan paytingizga bunday nazar tashlab savol tug'iladi. Qanday yashab yurgan ekan mana shu namoz o'qimay yurgan paytimda deb qolasiz. Haqiqiy iymon kirgan bo'lsa qalbingizga namoz o'qib o'rgatganda, namoz o'qilgandan keyin bir narsa yetishmayotganday vaqt kirganda paydo bo'lib qolasiz. Bu go'zallik, bu Xudoning bergan sizga baxti, saodati shu. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Alloh taolo qaysi bir bandasini hidoyatga kirgizmoqchi bo'lsa, musulmon qilmoqchi bo'lsa, jannatiga kirgizmoqchi bo'lsa, gunohlarini yo'q qildirmoqchi bo'lsa, qalbini islom dini uchun keng qilib qo'yar ekan. Qur'on eshitadigan, amri ma'ruf eshitadigan, masjidga boraman deb qoladigan, masjidni qidiradigan, namozi paydo bo'ladigan, yuragiga islom dinining so'zlari yoqadigan bo'lib qolar ekan. Va man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis samai. Agarda Alloh bir bandasini shu kofir bo'lib yoqmadida fe'li, yo takabburlik qildi, haromxo'rlik qilaverdi, yo domlalar bilan talashaverdi, Alloh taolo uni qalbini nima qilib qo'yar ekan? Shundoq qilib qo'yar ekanki, islom din uchun, ibodat uchun, namoz uchun tor qilib qo'yar ekan. Qur'on o'qisa ham jahli chiqadigan, amri ma'rufda g'ashi keladigan, namoz o'qish, ibodat qilish osmonga chiqishdaqa bo'lar ekan, unga shunchalik qiyin. Osmonga chiqib tushishlik oson tuyular ekanki, namoz o'qigandan ko'ra 2 rakat namoz o'qiganda Alloh qilib qo'yar ekan. Birodar, shunaqalarni ko'ryapmiz-ku. Bitta og'aynimiz bittasiga namoz o'qiyin desa, yoqasidan ushlabdi. Nima deyapsan? Sen nimani gapiryapsan menga? Meni nima tahqirlayapsan? Namoz o'qish uchun men tayyor emasman. Namoz o'qish uchun nihoyatda odamga muncha vazifa bo'lish kerak. Nima vazifa bo'lish kerak? Tahoratni qilib ke, ozoda kiyim kiy, mana 12 ta o'zi vazifasi bor namozi, 6 tasi tashqarida, shu 6